Yaxshi, meni rejamni hech kim bilib qolmasligi kerak. Jo'xa uyda yo'qligidan foydalanib bu narsani qilmasam bo'lmaydi. Tak kravatini ostida, ya'ni divanini ostiga nima deyapman? Mana shu yerga o'rnatib ketaman. Tak bo'ldi. Qishloqni yo'q qilaman bu bomba bilan. Bu bomba ekanligini hech kim bilmasligi kerak muhimi. Tak bo'ldi, so'rama endi. Nima bo'ldi? Mayli, o'z to'g'rilab qoladi, qarochi. Ketdim endi yashirib. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa va sizlar yangi videodasizlar. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar va kanalga obuna bo'linglar, chunki bundan da zo'r videolarni o'tkazib tushunmadim. Jetel qilaysan. Jo'xa, yaxshimisiz? Ha, o'zing ham yaxshimisan? Ha, menga qarochi kirkangiz kerak bo'lyapti. Ha, senlar o'rs, yoshimiz teng-ku. Ha, to'g'ri, bo'pti, kirkangizni ber, kerak bo'lib qolyapti menga. Ha, mana olaver, bemalol bor ishlatib. Faqat tezroq qaytarib kelsin, tushundingmi? Ha, bo'ldi, farqi yo'q. Olib kelaman sirrazi. Bo'pti. Ha, sindirib qo'yma, agar sindirsa men seni belingni sindiraman. Ha, bo'pti. Hazillashma ko'p. Hazil emas bu, senga to'g'ri aytibman. To'g'ri normal ishlatib olib kel. Ha, bo'pti, o'zi bilaman. O'zing bilasan, doim shunaqa qilasan, o'zi jinni. Qarochi polizdagi ishlar qilishim kerak, obunachilar nima deyotgandim, ha, videoni oxirigacha ko'ringlar deyotgandim va kanalga obuna bo'linglar deyotgandim. Mana bu eshik nimagadir yana bug bo'lib qoldi. Nima bo'lyapti Minecraftga axir? Minecraft tentasirab qolyapti nimagadir, sezyapsizlarmi? Tak, hozir mana bu ekinlarni tez yig'ishtirib olsam, keyin boshqa ishlar bilan shug'ullansam ham bo'laveradi. O'zi boshqa ish yo'qda, qishloqda. No, bitta takoy ish o'ylab topdim. Uyimdagi qarochi mebellar bor, o'shalar bir yangilashim kerak. Juda ham eski holatga kelib qolgan, rasvo holatga kelib qolgan, musur holatga kelib qolgan qarochi. U musur holatida men uyda yashay olmayman-ku, to'g'rimi? Yo'q, yashayveraymikan? Yozinglar kommentariyaga, musur uyda yashagan yaxshimi yo yaxshi uyda yashagan yaxshimi? Albatta, yaxshi uyda yashagan yaxshi. O'shaning uchun hozir chotki qilib o'zgartirib chiqaman. Birinchi poliz ekinlarni hammasini yig'ishtirib olish kerak. Bu mana yerda katta polizim bor hali. Buni yig'ishtirish uchun esa vaqt ko'p vaqt kerak, chunki hosil ko'p. Polizda bora uzoqda o'ynasan deb adashib ketdim. Poliz katta, shu uchun hosil ham ko'p demoqchi edim. Posil deb yoribman. Nichivo va sabzilarda hosil kam, lekin bu yoqda qolib ketibdi ekan. Da normal har doimgidanda ko'proq. Bu esa juda ham ajoyib degani. Ko'proq o'zi hosil bo'lsa, maza qilib yesam ham bo'ladi, sotsam ham bo'ladi. Men lekin soliqqa ko'p topshirishim kerak. O'shaning uchun mayli. Menga foydasi ham, zarari ham yo'q desam ham bo'laveradi. Atak foydasi bo'lish uchun ko'pdan ham ko'p bo'lish kerak hosil. Ko'pning pro maxi bo'lish kerak. Hozir tak nima qilmoqchi edim, esimdan ham chiqib ketdi, qaranglar. Hozir bu yerni yopib qo'yaman. Aytgancha mebellarimni joyini o'zgartirmoqchi edim. Mebel zakaz qilish kerak avval. Xo'p, mana mebellarning joyini o'zgartirishimiz, ya'ni yangilamoqchi edim. No, zakaz stulim qani? Tushunmadim. Da stulim yo'q qolibdi, hamayli. Hozir buyurtma beraman, stul ham kerak o'zi kakras. Tak, bo'ldi, buyurtma berdim. Hozir buyurtma keyincha televizor ko'rib o'tiraman. Tak. Televizorim nimagadir ishlamayapti. Tushunmadim, nimaga ishlamayapti ekana? Nimadir problema bo'lgan shekilli. Yangiliklar bor ekan. Qishloq yaqin oradan yo'q bo'lib ketish arafasida, iltimos ehtiyot bo'ling. Obbo, qanaqadir g'alati yangilik. Mayli, men buyurtmalarim kelibdi. Tezroq bo'lib buyurtmalarimni olib kelishim kerak. Qanaqasiga qishloq yo'q bo'lib ketishi mumkin? Sizlar bilasizlarmi, obunachilar, kommentariyaga yozib qoldiringlar, men tushunmadim. Assalomu alaykum bratan. Va alaykum. Jo'xa, nima gap? Qarochi, menga buyurtmalar kelgan deb eshitdim, kelganmi? Kelgan, olishing mumkin. Aha, rahmat, mana oldim hammasini. Endi imzo qo'yib berishim kerak, shunaqami? Qo'yasan-da, buyurtma bergandan keyin. Aha, bo'ldi, shoshmang. Tak, qanaqa edi? Jo'xa, bo'ldi, всё, mana. No, bosh harfini mayda yozib qo'yibman ekan. Hamma birinchisi katta, qolganlar mayda bo'lish kerak o'zi aslida. Mana buni olishingiz mumkin, ya'ni shu yerda qoldirib ketaman. Bo'ldi, ketdim qarochi. Mayli. O jinni, nima urib qaytarasan doim? Sizni urishni yaxshi ko'raman, bratan, o'z bilasiz-ku. Yaramas. Doim o'zi yaramas deydi. U bratanga hayronman. Nimaga shu yaramas so'zini o'ziga patentlab olganmi, o'ziga egalik qilib olganmi birdaniga doim shunaqa deyavera, bilmasam. Xo'p, ana bu stulni shu yerga qo'yaman, chunki o'sha kompyuterga o'tirishdi, вообще iloji qolmadi. Mana endi mazza, tagida yumshoq joyi ham bor ekan, avvalgisidek og'ir emas. Mana uni olib tashlash kerak. Eski, qarochi, nimani joyiga, eski nima edi? Qarochi, nomi nima edi? Muzlatgichning joyiga. Obbo, kirkamdan o'sha yetelga bergandim. Hozir borib
olib kelardim, mayli keyinroq olib kelaman. No, o'zimga bir ikkita bloklar kerak, ya'ni daraxt olib kelishim kerak. Bloklar uchun qanaqa daraxt emas, bu oddiy обычный daraxt kerak. Oq daraxtlarni misol ishlatish biroz noqulayroq, chunki u oq daraxt tez kir bo'ladi. No, kir bo'lishini hech qanaqa ahamiyati yo'q, chunki uyning ichida turadi. Qanaqasi kir bo'lishini men o'ylab o'tirishim mumkin. Bo'ldi, hozir nima yasamoqchi edim, esimdan chiqdi. Cho'pdan keyin kirka yasab olishim kerak. Kirka kerak, ana unga berib olganman, endi u qachon olib kelar bilmadim. Hozir o'zimga bitta toshlik kirka yasab olaman. Keyin toshlik kirkadan foydalanib turib, toshlik kirka yasab olaman. Cho'plik kirkadan foydalanib turib, toshlik kirka yasab olaman. Keyin toshlik kirkadan foydalanib turib, muzlatgichimni joyidan olib turib, boshqa joyga qo'yib yuboraman. Manakay va 3 ta tosh qani edi, mana bo'ldi va manakay bo'ldi, buni olib ketaman. Mana cho'plik kirkani endi menga keragi yo'q hozircha, buni mana shu yoqqa otib yuborsam ham bo'laveradi. Mana buni ham keragi yo'q. Bo'ldi, hozir borib muzlatgichni olaman-da, yangisini qo'yaman. Qochib amayli urmadim. Shu marta avf etdim, bir qoshiq qondan ketdim. Ana yoqda bitta jitel nima ish qilyapti ekana? Burchakka o'tirib olib bilmadim. Nimadir reja qilayotgandir, balki qanaqadir ish qilayotgandir, bilmadim. Короче, xo'p, bu yerga yangisini qo'yamiz. Bu eskisi edi. Tak. Bu eskisi, rostdan ham eskisini men qo'yib yubordim va mana bu yangisini qaranglar. Boshqacha narsa bu. Tak, ichiga hamma narsani xohlagancha qo'ysa bo'ladi. Unga kamroq narsa sig'ardi, bunga ko'proq narsa sig'ar ekan. Tak, televizorning tagidagi stolni olib tashlash kerak. Bu stolning joyiga bittalik katta stol olib kelganman. O'sha bittalik katta stolni qo'yaman. Va manaki menimcha juda ham chiroyli. Televizor endi mana bunaqa turadi, qaranglar. Takoy bittalik stol, bu juda ham chiroyli. Notebookimni tagiga esa mana bunaqangi chiroyli bo'lgan o'sha bittalik stolning rangidagi stolchadan, katta kichkinasidan stolni va mana bu mebellarni ham o'zgartirish kerak. Verstakni qayerga qo'ysam bo'lar ekan, verstak hozir menga kerak emas. Lekin mana bu narsalarni ham o'zgartirib chiqish kerak. Ya'ni birinchi tepa qismini o'zgartiraymi ekan? Yo'q, bu past qisminiki ekan. Bu ichidagi narsalar hammasi chiqib ketdi. Hozir solib qo'yaman qaytarib. Bunga biroz kamroq narsa ketar ekan-u, mayli. Hozir nima ham qilardim? Hozir borichasini qo'ydim, endi farqi yo'q. Mana bu yerda ikkita bunaqangi ikki xil rangli shkafchalar berilgan menga. Bu shkafchalardan shu yerga qo'yib qo'ysam, qani edi? Hozir mana bittasini qaranglar, mana shu yerga qo'yib qo'yim. Bu sefga o'xshagani. Ikkinchisi qani edi? Mana bu yerda ekan, qizil. Bu esa mana shu yerda turadi. Bo'ldi, bunga endi narsalarni solib qo'yish kerak ikkalasiga. Xo'p, qaysi narsani bu yerda akamni bilasizlar qurib bergan joyi bor. Mana bu narsalarni shu yerga solib qo'ysam ham bo'ladi. Bu yerga to'xtanglar, buni bu yerga qo'ymasligimiz kerak. Tak, bu yerga bunaqasiga qo'yib qo'yish kerak. Ya'ni teskarchasiga mana bunaqa bo'lsa chiroyli turadi menimcha. Yo'q, farqi yo'q ekan. O'zicha eski holatda tursa menimcha juda ham go'zal ko'rinadi. Bo'ldi, endi mana bu narsalarni olib qo'yaman. Bu yerga instrumentlarim turadi. Qolgan narsalar esa mana bu yerga turadi. Bunaqa tak, nima, mana shu uchalasi turadi. Mana bu ham turadi. Mayli, hammasini solib qo'yaverayin. Paka kerak bo'lganda o'shanda olsam bo'ladi. Divan qopti. Divanni o'zgartir. Stop. What, bu qanaqa blok? Tushunmadim. Bu qanaqa narsa? Qanaqadir mexanizmmi, nimadir narsa bor ekan. Obunachilar, sizlar bilyapsizlarmi nimaligini kommentariyaga yozib qoldiringlarchi. Mayli, kravat va qanaqadir g'ayritabiiy narsa ekan, tushunmadim. Eshik taqilyaptimi? Menimcha ana u jitel, короче, kirkamni olib kelgan bo'lsa kerak. Hozir qarayman. Tak, qani edi? Taqillamabdi. Mayli, borib kirkamni o'zim olib kelaman. Baribir temirli kirka menga kerak bo'lyapti. Bu yerni buzib qo'yishibdi. Oho, senlar yomon isrof qilyapsanlar narsalar. Tez yerga tashama. Olaman hozir. Tushundingmi? Qo'lingga olib o'tir buni. Ko'chaga tashiysanlar, musurmisanlarga bu. Bu nima qilyapti bular? Menga qara. Nima demoqchi bo'lyapman? Mayli, o'zlaring bilasanlar. Menga ham o'ta farqi yo'q. Meni o'zim olib qo'yaman. Qochib turlaring. Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum. Mana jitellar bor, ko'chada kartoshkalarni sochib yotibdi. Mana shularni olib keldim terib sizga. Bo'ldi, bermayli olib kelgan bo'lsang. Bo'ldi, solib qo'ydim idishingizga. Bo'pti, qarang. Nima ish qilib yuribsan o'zi sen? Короче, uyimning ichidan bitta blok chiqib qoldi. Qanaqa blokligiga tushunmayapman. Qanaqa blok? Bo'ldi, siz ham demak tushunmas ekansiz aniq. Ana o'sha jitel qayerda ekan? Hozir jitel kirkamni olib kelish kerak edi. O'sha jitel bloklar yaxshi tushunardi, chunki u kirka bilan doim shug'ullanadi-yu. Kirka bilan shug'ullanadi degani bloklarga yaxshi tushunadi degani. Короче, hozir tak, bu yer nimaga ochiq qoldi? Mayli, ochiq turaversin. Tak, telefon qilayin. Allo, kelyapsanmi jitel? Menga kirkamni olib kel tezroq. Bitta ish bor senga. Bo'pti, hozir boraman.
Aha, tezlash. Hoppa, qachon keladi ekan? Qachon tezroq kelsa ekan, tezroq. Xo'p, nima blok ekan? Juda ham qiziqib ketyapman. Nimaga meni kravatimni tagidan chiqdi u blok? Balki qanaqadir mexanizm bo'lib turib, qanaqadir g'ayritabiiy narsadir balki rostdan ham. Janob mer, qanaqadir g'alati narsa ekan. Mana rasmini ko'ringchi. Qani, hozir ko'ramiz. Yo, baribir bilmas ekanman qanaqa blokligini, lekin katta ehtimol bilan bu qanaqadir zarar beruvchi narsaga o'xshayapti. Zarar beruvchi narsa? Ha, qanaqadir minami yo bombami shunaqa narsa. Nima? Bomba? Axir meni uyimda bomba nima qiladi? Hozir olib tashlaymanmi, nimadir qilaman, qarochi. Bu yerda eshik bo'lishi kerak edi. Yomon. G'alati bu qishloq. Bu qishloqdan tezroq ko'chib ketmasam bo'lmaydi. Mayli, 1-2 kun yashab turay, keyin ko'chib ketaman asta-asta. Xo'sh, hozir. Mana bu yerni qaranglar, rasvosini chiqarib ketishgan. Hayronman, nimaga bunaqa qilishadi bu JTL ahmoqlar. Xo'p, tak, ichkarida mana shu yerda turgandim. Mayli, hozir ana JTL kelguncha ozroq video olishga harakat qilib ko'raman. Videolarim o'zi 4-5 ta bor ekan. Bularni hammasini hozir yuklab chiqishim kerak. Menimcha ana JTL keldi, rostdan ham kelibdi. JTL, Kirkayni olib keldim. Nima deganmiding? uyimda ichida qanaqadir g'alati blok bor ekan. O'shani ko'rib ber, sen bloklarga yaxshi tushunasan-ku. Qani, qayerda? Ortimdan keldi bu yoqqa, xonamga kravatni tagida turibdi. Hozir ko'ramiz. Qani, qayerda? Mana bu yerda turibdi. Buni men qo'yib ketganman. Nimaga sen qo'yib ketsan? Bu yomon narsa deyapti janob mer. Yo'q, hech qanaqa yomon narsa emas. Bu, qarochi, meni bitta ixtiroyimning bir qismi. Shu yerda tura qolsin. Sen buni asra, iltimos. Ya'ni sen buni, qarochi, qo'riqlab ber menga, iltimos. Mayli, lekin aniq to'chni yomon narsa emasmi? Yomon narsa emas. Bo'ldi, olib ketaman, mayli. Qo'rqma, senga zarar yetkazmaydi. Shunaqa qilgin, menga kerak emas to'g'risi bunaqa boshqa qo'riqlar. Bo'pti, mayli, olib ketaman. Olib qo'y, mayli, biror joyga yashirib qo'y. Bo'pti, qayerga ham yashirardim? Bilmadim, biror joyga yashirib qo'y, iltimos. Bomba bo'lsa agar portlab ketadi-ku uyim. Uyim tugul, butun bir qishloq ham portlab ketishi mumkin. Chunki ko'ryapsizlar, bu juda ham katta bomba ekan. Bu bomba portlasa butun bir qishloqni yoqib yuboradi-ku. Mayli, hozir mana bu yerda joy ochiq qo'ygan shekilli. Tushunmadim. Yo'q, lekin qanaqasiga bu yerni blokini qo'yib ketgandik ana o'sha yetel. Nimadir neto, hozir aniqlik kiritishga harakat qilaman, lekin rostdan ham mana portlab ketsa-ya, mayli shu yerda tura qolsin, hozir borib politsiyachilarga xabar berib kelaman yaxshisi.